Hech jahonda ham ayol kishi hurrayotami? Men ham mazza qilib uxlayim keladi. Atalam chiqib qoldi, ishdan charchab kelaman. Qani nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Eshitaman. Nimani eshitasan? Biz eshityapmiz, xo'pmi? Hali drenmi, perforatormi o'sha yig'ishtir, ertalab qilasan remontingni. Siz kechasi uxlamagansiz, ko'zingiz qizarib yotibdi. Meni uxlatib qo'yib qatga borib keldingiz. Enayni ammasi uyiga borib keldi. Ko'zingizlarni o'lgur, kechasi bilan uyqu bermay chiqding, xurrak otib, qilib. Birinchidan men hurriy otmayman. Ikkinchidan telefon bersangiz otmayman. Ko'zingizlarni o'lgur, erkak kishi birinchi parosatni qaydan olgansan? Endi ishonchli smartfonlar arzon narxlarda. Akajon qarang, Samsung Galaxy S25 telefoni 8 ga 256, eski narxi 16 million 116 ming, yangi narxi 11 million 926 ming. Muxdalli! Uxlama hozir hammani qo'qitib yuborasan hurrayim bilan. Honor Tourist telefoni 8 ga 256, eski narxi 5 million 170 ming 900 ming edi, yangi narxi 4 million 343 ming 600 so'm. Voy! Samsung Galaxy A17 telefoni 6 ga 128, eski narxi 2 million 373 ming, yangi narxi 1 million 989 ming. Yo-mayo! O'zini oylig'idan to'laydi. Xiaomi Redmi 15S telefoni 8 ga 256, eski narxi 1 million 947 ming 700 va hozirgi narxi 1 million 636 ming 100 so'm. Voy dada, shuni olaman. Voy, sekinroq onam kelganlar uxlayaptilar. Onadan bosh ekanda, ha? Yashamayli ekanda.